qishloqlarida. Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Bugun sizlarni Jizzax viloyatining go'zal maskanlaridan biri Yangiobod tumanida joylashgan Adirlik bag'rida qad rostlagan Changavul qishlog'iga sayrga taklif etamiz. Changavul tabiat va inson mehnati uyg'unlashgan maskandir. Qishloq Adirlik hududida joylashgan bo'lib, bahor faslida bu yerlar yashillikka burkanadi. Turli yovvoyi gullar atrofga husn bag'ishlaydi. Yoz oylarida esa adirlar quyosh nurida tovlanib, o'ziga xos tabiiy manzarani namoyon etadi. Toza havo, sof tabiat va sokin muhit bu qishloqning eng katta boyliklaridan hisoblanadi. Mazkur qishloqni o'z farzandidek sevadigan, uni qadrlaydiganlar orasida Farhod Sultonov ham bor. Biz u kishidan qishloqni bir so'z bilan ta'riflab berishlarini so'raganimizda, yashab turgan hududim barhavo, tog' havosiligi bilan, shunday o'zini ko'rkamligi bilan, joylashgan joyimiz cho'lim joylarligi bilan farq qiladi ba'zi bir joylardan. Havotog' fuqarolar yig'ini deganimki, Havotog' fuqarolar yig'ini milliy xo'jalikdan iborat topgan. Shundaqa mana shundaqangi 4 ta qishloqni bitta qilib Havotog' qishloq fuqarolar yig'ini deymiz. Qo'shqan, Shturgon, Changavul, Qo'riq, mana shu qishloqlar mana shunday birlashib fuqarolar yig'ini bo'lgan. Yashaydigan joyimda Xudoga behisob shukr, davlatimizning tinchligiga behisob shukr. Maktabimiz bor, ichimlik suvimiz bor, qishloqlarimiz mana oraliq ko'cha, yo'llar hammasi asfalt qilingan, yana qilinmagan joylari qilinib kelyapti. Changavul aholisi mehnatsevar va samimiyligi bilan ajralib turadi. Asosiy mashg'ulotlardan biri chorvachilik va dehqonchilikdir. Aholi yerga mehr qo'yib ishlaydi, bog'dorchilik bilan ham shug'ullanadi, turli ekinlar ekib, ro'zg'origa baraka kiritadi. Qishloqda tabiiy mahsulotlar, sut, qaymoq, qatiq va go'sht mahsulotlaridan muammo bo'lmagan. Deyarli barcha taomlarda ular ishlatiladi. Biz o'zbekmiz. O'zbek taomlarini qaysi biri go'zalligini, hech birini falonni osh zo'r, yo shashlik zo'r, yo bizlarda ko'proq chorva bo'lgani uchun baribir qozon taomlar qilishadi, ko'k somsalar qilishadi. Bundan tashqari yana ayollarimiz o'zlari somsa qilishadi, go'shtlik, moylik. Asosan ko'proq mana shunday ovqatlanishga kuchli ovqatlar bo'ladi. Qishloq aholisining turmush tarzi oddiy, ammo mazmunli. Erta sahardan boshlab mehnat qaynaydi. Erkaklar dalalarga, ayollar esa uy ro'zg'or va hunarmandchilik ishlariga bel bog'laydi. Kechqurun esa oila davrasida yig'ilib, kunlik mehnat samarasidan bahra olishadi. Ota bobolarimda Sulton Mirzo Nazar degan. Sulton Mirzo Nazar. Bobomning ismlarini 3 ism bilan atashgan. Otamning ismlari Usmonqul, onamning ismlari Xosiyat. 10 farzand biz, 6 o'g'il, 4 qiz. Menda o'sha bo'sh vaqt degan narsani o'zi yo'q. Chunki voya aytdimiz, harakatda bo'lsangiz, hech nimaga zo'r bo'lmaysiz, birovga muhtoj bo'lmaysiz bir narsaga. Dehqonchilik qilamiz. Voya aytganimdek, yer ochganmiz, quduq kavlaganmiz, chorvachiligimiz bor, asalarichiligimiz bor, parrandamiz bor. Hozirgi kunda Xudoga shukr, mana o'g'illarimiz bittasi davlat ishida, bittasi o'zimiz bilan birga ishlaydi. Oilamiz bilan mana shu yerda o'zimizga yashay, davlatimizning shunday bergan shart-sharoitlariga behisob shukr. 10 gektarlab, 20 gektarlab yer berishga ruxsat berildi. Shu yerlarni olib, shunga harakat qilyapmiz. Yaxshi hosil olib, o'zimizni sharoitni yaxshilashga. Changavulda milliy urf-odat va an'analarga alohida e'tibor beriladi. To'y marosimlar, bayramlar o'zbekona ruhda ko'tarinki kayfiyatda o'tadi. Navro'z, Hayit ayyomlari qishloq aholisini yanada birlashtiradi. Mehmondo'stlik esa bu yerda qadimdan saqlanib kelayotgan muqaddas qadriyatlardan biri. Har bir mehmon samimiy kutib olinadi, dasturxonlar to'kin bo'ladi. Suhbatdoshimiz qayd etgandek, bayramlar tinch yurtga yarashadi. Yurtni tinchligi bo'lsa, har kun yurtimizda bayram. Yurtimiz tinch ekan, biz obod yashaymiz, ozod yashaymiz, to'y ma'rakalar bo'ladi, hammaligida tinchlik bo'ladi. Bu ba'zi bir odam o'zini oilasida tinchlikni saqlolmaydi. Yurtni tinchligini shunchalik tinchlik uchun jon kuydirib turgan insonlar uchun prezidentimiz mana yo'llarda turgan
yaxshi insonlar hammalariga Alloh quvvat bersin. Mana o'zimizni qaysi bir o'lkaga, qaysi bir chetiga, qaysi bir joyga bormanki, harakat yurtni obod qilish, harakat insonlarni yaxshi yashashi uchun, tinch yashashi uchun, insonlarni tinchligi uchun, farzandlarimizni yaxshi o'qishi uchun, yaxshi bir insonlar bo'lib yetib kelishi uchun jon kuydirilgan insonlar borki, mana shunday ishlar bo'lyapti. Qishloqda kattalarga hurmat, kichiklarga izzat ko'rsatish an'anasi mustahkam o'rnashgan. Yoshlar tarbiyasiga alohida e'tibor qaratilib, ular milliy qadriyatlar ruhida voyaga yetkaziladi. So'nggi yillarda suhbatdoshimiz Farhod Sultonov qishloqni nomini o'zgartirish xayoli bilan band. Bu qishloq Changovul qishlog'i asli jang ovul bo'lgan. Aslida qadimda janggoh bo'lgan, jang ovul bo'lgan. Asta-sekin kelib katta qishloq bo'lgan azalda. Xalqi mehnatkash bo'lgan. Uchun shu otlar mehnatkash qishloq ham deyishgan. Hozirda endi chang ovul bo'lib ketgan. Harakatim borki, shu yildan so'rab xalqimizdan so'rab Changovulni emas, nomini o'zgartiraylik, jannat ovul qilaylik, jannat bo'lsin degan ma'noda jannat ovul qilaylik degan harakatdaman. Eldan so'rab, el ruxsat bersa, otaxonlar, chollar, onaxonlar bari ruxsat bersa, shu el bilan birlashib, va xohlasa jannat ovul qilmoqchimiz nomini. Aziz tinglovchilar, Changovul bu nafaqat geografik nuqta, balki o'zbek xalqining mehnatsevarligi, mehmondo'stligi va milliy qadriyatlari mujassam bo'lgan go'sha hisoblanadi. Uning adirlik manzaralari, samimiy insonlari va boy an'analari har bir inson qalbida iliq taassurot qoldiradi. Mana o'zimiz yashab turgan joyda, mana shu qishloqda ba'zi birlari dehqonchilik bilan, ba'zi birlari chorva bilan, ba'zi birlari mana davlat ishlari bilan, ma'lumlarimiz bor, ustozlar dars berib maktabda bular tirikchilik mana shu ohangga bo'ladi. Joyimiz gazlashtirilgan, harakat qilgan odam, mehnat qilgan odam hech bir narsadan nolimaydi. Harakat qilmagan inson hayotda nolib o'tadi. Bu nolish bu yaxshi ish emas. Harakat qilish keragiga shukr qilish kerak. Odamzod shu o'zini, oilasini, ro'zg'orini iloji imkon bo'lsa mahallaga yordam berish kerak. Imkon darajada harakat qilish kerak. Harakatda barakat. Harakat qilmagan inson hech biri ikki bo'lmaydi. Noligancha o'tib ketadi. Shuning uchun harakat qilyapmiz. Mana bog'i ekishga harakat qilyapmiz. Chorvoni qilishga harakat qilyapmizki, qarindoshchilik, asalarilarni qilishga har birimiz mana shunday yurtni tinchligiga, mana shunday hech bo'lmaganda mana shu mahsulotlarni yetishtirib, biz ham hissamizni qo'shishimiz kerak. Yurtimizning tinchligi bizning eng oliy ne'mat, baxtimiz, sog'lig'imiz, tinchligimiz. Mana shu farzandlarning sog'lig'i, yurtni tinchligi bu bizning eng oliy ne'matimiz deb bilaman men. Hurmatli tinglovchilar, Changovul qishlog'ining yana bir o'ziga xos jihati bu yerda joylashgan Havotog' va Gulshan sanatoriylar hisoblanadi. Ushbu sog'lomlashtirish maskanlari nafaqat mahalliy aholi, balki viloyat va boshqa hududlardan keluvchi mehmonlar uchun ham katta ahamiyatga ega. Avvalo, sanatoriylar inson salomatligini tiklash va mustahkamlashda muhim o'rin tutadi. Adirlik hududning toza havosi, tabiiy iqlimi va sokin muhiti davolanish jarayonini samarali qiladi. Bu yerga kelganlar asab tizimi, bo'g'imlar, yurak-qon tomir kasalliklari kabi muammolardan xalos bo'lish yoki ularni yengillashtirish imkoniga ega bo'ladilar. Ikkinchidan, ushbu sanatoriylar qishloq iqtisodiyotiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Mehmonlar oqimi ortib, mahalliy aholi uchun yangi ish o'rinlari yaratiladi. Ovqatlanish, xizmat ko'rsatish, qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetkazib berish kabi sohalar rivojlangan. Shuningdek, sanatoriylar Changovulning nufuzini oshirib, uning sayyohlik nuqtasi sifatida ham tanitadi. Toza tabiat qo'ynida dam olish istagida bo'lganlar uchun bu maskan ayni muddao. Eng muhimi, bu yerdagi sog'lom muhit insonga nafaqat jismoniy, balki ma'naviy kuch ham bag'ishlaydi. Tinchlik, tabiat va samimiylik uyg'unlashgan Changovul sanatoriylari inson qalbiga huzur olib kiradi. Mavzuni suhbatdoshimiz davom ettiradi. Xatqog'imiz to'g'risida gapirayotgan bo'lsak, Havotog' sanatoriya Gulshani bizda joylashgan. Bizdan yana 3 kilometr narida
hayır havotaga joylashgan. Har birida 60 70 100 tadan odamlar ish bilan ta'minlangan. Respublikamizning turli chetlaridan kelib turadi. İnsanlar sadece qo'shni respublika Tojikiston bilan biz chegaradosh. Taravshan, Nijoni qishloqlari bilan biz mana shu chegaradosh bo'ldik. Nijoni qishlog'i ham mana Tojikistonda eng katta qishloqlardan bittasi. Mana shu qishloqlardan ham mana shu bilganlarimiz kelib o'zlarini sog'liqlarini tiklab, dam olib kelib turadi. Qishloqda joylashgan Yusuf Hamadoniy ziyoratgohi Changavulning ma'naviy hayotida alohida o'rin tutadi desak adashmaymiz. Bu muqaddas maskanga nafaqat mahalliy aholi, balki boshqa hududlardan ham ziyoratchilar tashrif buyuradi. Ziyoratgoh insonlarni ezgulikka, sabr va shukronalikka chorlaydi. Qalblarga xotirjamlik baxsh etadi. Bu yerda o'tkaziladigan marosimlar, duo va ibodatlar qishloq ahlini yanada birlashtiradi. Yangiobod tumanining o'zi barhavo joyda joylashgan. Il Yangiobod tumani hammasi mehnatkash. Men gapirganimdan bir marta kelib bir aynalib ko'rib bir ziyoratlar qilib bizda mana Changavul bor deyishadi. Xo'ja Yusuf Hamadonning qadamjoylari bu yerda bor. Bizda Changavul qishlog'ida. Mana bu yerda sanatoriyalarimiz bor. Kelib dam olinglar. Dam olish joylari shunday, ishlari lyuks, joylari zo'r. Mana Havotoq fuqarolar yig'inida Changavul qishlog'i bo'layotgan bo'lsa, Xo'ja Mishkin bobo bor Yangiobod tumanida. Yangiobod tumanining o'zi ham bir barhavo joy. Bizda misol mana nechta qishloqlar joylashgan bo'lsa, hammasi buloqlar bo'yida. Xudoga behisob shukr, o'tirgan o'rnimiz obod. Shuning uchun ham Jannat Avul deb nom olish uchun harakat qilyapmiz. Kelib ko'rsalaring, mehmon bo'lsalaring bizlarga, biz bilan suhbatlashib bahramand bo'lasizlar. Mardning poyi ma'qul nomard to'ridan. Asra Allah azobi qabr go'ridan. Yosh oqmasin ota-yu ona ko'zidan. Ma'no oling yoshlar pirlar so'zidan. Mardning poyi ma'qul nomard to'ridan. Tug'oning falakka ko'tarilmasin, ko'zingga dunyo tor ham kelmasin. Shayton seni o'z shakliga solmasin. Do'stlaring boylik uchun do'stlik bilmasin. Mardning poyi ma'qul nomard. So'zimiz so'ngida aytish kerakki, Changavul bu tabiat go'zalligi, sog'lom hayot tarzi va boy ma'naviy qadriyatlar uyg'unlashgan maskandir. Uning sanatoriylari inson sog'ligiga xizmat qilsa, ziyoratgohi qalblarga orom bag'ishlaydi. Muhtaram tinglovchilar, shu bilan yurtim qishloqlarida eshitilishi o'z poyoniga yetdi. Uni jurnalist Feruza Mamirova tayyorladi. E'tiboringiz uchun tashakkur. Xayr, salomat bo'ling. Yurtim qishloqlarida